Bir domla aytibdiki, kim Bismillahirrohmanirrohim deb daryoga qadamini qo'ysa, cho'kni o'tib ketadi. Bir masjidga keladigan odam u daryoda ko'prik yo'qkan aylanib kelarkan uzoqda. Ko'prik uzoqroqda ekan. Domlam juda zo'r narsani aytdilar. Bismillahirrohmanirrohim deb daryodan o'tib ketibdi. Uyga vahli kelibdi. Xotini aytibdi, bir soat vahli keldingiz, masjidga bordingizmi? Ha, o'qidim, domlamiz aytdi, Bismillahirrohmanirrohim deb qadam qo'ydim, suvdan o'tib ketdim, shunday desa bo'lar ekan. Domlani bir uyga taklif qilaylik, shunday yaxshi bir narsani xislatni bizga o'rgatibdi. Domlani chaqiribdi, taqsir bizni uyga bir marhamat qilsangiz, xo'p, daryoni oldiga kelib o'tamiz. Bismillahirrohmanirrohim deb hali o'tib ketayotganmiz, domla turganmiz, ha? O'zingiz aytdingiz, men Makka mushab shunday o'tib ketyapman. Aytdim-ku, o'zim ishonchim yo'q. Cho'kib ketsam kerak degan ekan. Uni aytish, bajarish mukammal bo'lish kerak. Shunday deyildimi? Shu aytilgan narsaga dilda rostmikin, o'sha haligi ham domlaning gapi to'g'rimikin deganda cho'kib ketardi. Ishonch bo'lsa to'liq bo'lish kerak. Vujud bilan bo'lish kerak.